Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi leksiyamiz anafilaktik shok. Men Abdullayeva Muslima xonimlar, Buxoro davlat tibbiyot instituti patologik fiziologiya va patologik anatomiya kafedra mudiri, tibbiyot fanlari doktori, dotsent. Muslima Ahadovna, anafilaktik shokning patofiziologiyasi haqida bilasizmi? Ha, albatta. Anafilaktik shok yo'q, bu organizmning allergenga juda tez va kuchli javobidir. Bugungi mavzuda biz mavzuni anafilaktik shokni tanladik. Men 4 talabalarga aytaman. Qaysi, demak, siz ishxonada ishlasangiz, sizlar tibbiyot xodimlari, statsionarda ishlaysizmi, poliklinikada ishlaysizmi, shaxsiy klinikada ishlaysizmi, tez shoshilinch yordamda ishlaysizmi, hammasida albatta shokka qarshi burchak bor. Shuning uchun biz demak anafilaktik shokni mexanizmini bilishimiz kerak. Anafilaktik shokni patologiyasini bilishimiz kerak. Anafilaktik shokni bilishdan oldin biz albatta demak biz inson organizmida anafilaktik shok kelib chiqishi uchun qaysi mexanizm asosida rivojlanishi, ya'ni shok nima degan demak savolga bilishimiz kerak, javob berishimiz kerak. Bunda biz demak allergik reaksiyalardan foydalanamiz. Allergik reaksiyalarni bilishdan oldin esa biz inson organizmida ikki xil immunitet haqida gapirishimiz kerak. Birinchisi demak hujayraviy immunitet, ikkinchisi gumoral immunitet. Hujayraviy immunitetga javob beradigan hujayralar bu T killerlar. Gumoral immunitetga javob beradigan hujayralar esa B limfotsitlar. B limfotsitlar bular demak bizdan antitela ishlab chiqaradi. B limfotsit qonda nofaol. Ular demak qachonki organizmga antigen tushgandan keyin ular demak T helper va T suppressorlar natijasida makrofaglar ta'sirida informatsiya yetkazilib ular faollashadi. Faollashgandan keyin ular o'zidan immunoglobulin J ishlab chiqarishni boshlaydi. Lekin birinchi tur allergik reaksiyada ana shu gumoral immunitet asosida rivojlangan allergik reaksiya hisoblanib, bunda asosan birinchidan allergik reaksiya sensibilizatsiyalashgan organizmda kelib chiqadi. Bu nima degani? Bu o'ta sezuvchanlik degani. Demak, inson organizmida allergik reaksiyaning rivojlanishi uchun o'sha allergenga nisbatan o'ta sezuvchanlik bo'lishi kerak. Undan tashqari, allergik reaksiya birinchi tur allergik reaksiyalarda demak organizmga tushgandan keyin antigen nima? Antigen bu demak tashqaridan kirgan yod modda. Nimaga xohlasak, u ham hammasi tashqaridan kelyapti, u antigen bo'ladi. Masalan, antibiotiklar ichamiz, dori vositalar. Bu antigen hisoblanadi. Undan tashqari, implantdan chiqamiz, u ham antigen hisoblanadi. Yoki tashqaridan tushgan allergen, mikrob, bakteriya, bular hammasi antigen hisoblanadi. Muslima Ahadovna, anafilaktik shokning qanday turlari bor? Bu antigen organizmga tushgandan keyin birinchi marta demak immunoglobulin J hosil bo'ladi yoki ikkinchi demak birinchi tur allergik reaksiyaning ikkita nomi bor. Reagenli birinchisi, ikkinchisi anafilaktik. Demak reagenlida hosil bo'ladi immunoglobulin E, anafilaktikda hosil bo'ladi immunoglobulin J. Endi biz shu yerda demak shu yerda savol tug'iladi. Antitela qaysi hujayralar ishlab chiqaradi? Demak organizmga tushgandan keyin antigenlar biz bilamizki ana shu antigenlar haqidagi axborotni makrofaglar demak beta limfotsitga yetkazadi. Beta limfotsit nofaol bo'ladi va u antigendagi axborotni olgandan keyin faollashadi. Ikkinchidan demak antigen haqidagi axborotni T helper va T suppressorlar beta limfotsitga yetkazadi va beta limfotsit uch tomondan axborot kelgandan keyin hujayra membranasi kattalashib plazmatik hujayraga aylanadi va bu bizdan antitela ishlab chiqaradi. Ana shu yerda hosil bo'lgan antitela demak birinchi tur allergik reaksiyaning anafilaktik turda immunoglobulin J hosil bo'ladi. Immunoglobulin J bu esa antigen bilan antitela bog' hosil qiladi. Bog' hosil qilgandan keyin demak antigen antitela hosil qilgandan keyin ular demak hujayralarning oldiga borib, demak inson organizmiga tushgan antigen demak allergen antigen ana bu antitela bilan bog' hosil qiladi. Hosil qilingan bog' antigen antitela demak qondagi semiz hujayralar, eznaklar, bazaklar hujayra membranasiga borib yopishadi. Nima uchun boshqa hujayralarni hujayra membranasiga borib yopishmaydi? Chunki o'sha hujayralarning hujayra membranasida allergenga nisbatan sezuvchanlik bor. Shuning uchun o'sha hujayralarning yuzi membranasiga yopishadi. Yopishgandan keyin hujayrada o'tkazuvchanlik buziladi. Hujayra natriy o'tkazuvchanlik oshganligi sababli ichiga suvni ham olib kiradi. Hujayra shishadi va yo'ladi.
lekin birinchi martaga organizmga tushgandan keyin allergik reaksiyalar bo'lmaydi. Inson organizmida ana shu allergenga nisbatan o'ta sezuvchanlik hosil bo'ladi. Bunga fan tilida sensibilizatsiya deyiladi. İnson organizmida beta-linfatlarning immun xotira hujayralari bor. Ular o'zida demak shu axborotni saqlaydi va axborotni saqlagandan keyin qayta ikkinchi marta yana shu antigen tushsa, demak allergik reaksiya demak sodir bo'ladi. Allergik reaksiyaning sodir bo'lishida demak patogenezda ana shu demak tushgan ikkinchi marta qayta tushgan allergen antisellar hosil qilgan beta-linfatdan ajralgan antisellar bilan bog' hosil qilib, demak semiz hujayralarining hujayra membranasiga borib yopishadi. Hujayra membranasiga yopishgandan keyin o'sha yerda demak hujayrada o'tkazuvchanlik buziladi. O'tkazuvchanlik buziladi, ya'ni natriy ioni hujayra ichiga kiradi, o'zi bilan suvni olib kiradi. Natijada hujayra shishadi, yo'riladi. Hujayra ichida biologik faol moddalar ajraladi. Bu biologik faol moddalarga demak bular mediatorlar deyiladi. Yoki bu yerda demak bu biologik faol moddalarga histamin kiradi, serotonin kiradi. Qaysi ular demak ana shu allergik reaksiya, ya'ni anafilaktik shokning rivojlanish mexanizmiga sababchi bo'ladi. Muslima Ahadovna, bizga anafilaktik shok patogenezini gapirib bering. Anafilaktik shok o'zi nima degani anafilaktik shok? Anafilaktik shok degani organizmning antigenga kuchli sezuvchanligi natijasida yuzaga keladigan o'tkir qon yetishmovchiligi. Chunki shok bu o'tkir gipotoniyaga kiradi. Demak, anafilaktik shokning kelib chiqish etiologik omillari, dori vositalari, demak 46% oziq-ovqatlar, demak 31% hamda hasharotlar 20%. Demak, endi biz anafilaktik shokni demak klinik belgilarni rivojlanish mexanizmi aytamiz. Histamin ajralib chiqadi. Endi shu demak hujayrlardan faqat histamin emas, prostaglandin, lekotrinlar ham ishlab chiqaradi. Lekin bizga eng asosiy bu yerda demak katta rolni o'ynaydigan histamin. Shuning uchun ham dori vositalari ham antihistamin guruh preparatlar deyiladi. Histaminning ta'siri qanday klinik belgilar rivojlanadi? Histamin qon tomirlarini kengaytiradi. Shuning uchun anafilaktik shokda qon tomirlari kengaygan, qon bosimi past bo'ladi. Histamin demak qon tomirlarini kengaytiradi. Ikkinchidan, histamin qon tomirlarini kengaytirish bilan birga qon tomirdagi qonning suyuq qismi to'kmaga chiqadi. Ya'ni shish rivojlanadi. Demak, bu ikkinchi klinik belgi. Demak, birinchi belgisi demak histamin qon tomirlarini kengaytiradi. İkinci klinik belgisi ise shish rivojlanadi. Bu esa qon tomirlarining demak kengayishi hisobidan o'tkazuvchanlik oshadi. Va ular demak o'tkazuvchanlik oshganligi sababli qon tomirining demak suyuq qismi to'kmaga chiqadi. Va natijada shish rivojlanadi. Uchinchisi, histamin barcha demak silliq muskullarni spazm qiladi. Shu silliq muskullar ichida demak biroq devorlarda silliq muskullar bor va o'sha uchun demak biroq devorlardagi silliq muskullar spazm bo'ladi. Bu esa o'z navbatida nafas qishishiga olib keladi. Undan tashqari histamin nerv oqlarini qitiqlab og'riq chaqiradi. Histamin undan tashqari nerv oqlarini qitiqlab qichish chaqiradi. Shuning uchun anafilaktik shok bo'lgan insonlar demak birinchi klinik belgisi demak kuchli qichishish, kuchli shish, keyin ikkinchisi demak bosimning pasayishi, keyingi belgisi demak nafas olishning qiyinlashuvi. Chunki bunaqa spazm hisoblanadi. Undan tashqari histamin qon tomirlarini, mayda-mayda kapillarlarni kengaytiradi. Shu uchun kengayganligi sababli to'laqonlik rivojlanadi. Bu to'laqonlik o'z navbatida esa toshmalar bo'ladi. Histamin demak tufayli ana shunday toshmalar rivojlanadi. Undan tashqari histamin demak oshqozonda H2O kislota ishlab chiqarishni kuchaytiradi. Anafilaktik shokda demak quyidagi klinik belgilar rivojlanadi. Birinchisi demak bu demak qon tomir terida 90% terida qon tomirlarining demak kapillarlarning kengayishi hisobidan to'laqonlik, arterial to'laqonlik hisobidan eshak emi yoki fan tilida vinkishishi deyiladi. Ya'ni toshmalar, qichishishlar kelib chiqadi. Qichish demak birinchidan toshmalar kelib chiqadi. Teridagi o'zgarishlar bu birinchisi demak toshmalar to'laqonlik tufayli rivojlanadi. Ikkinchi belgisi qichishish. Qichishishlar bu asosan ana shu histamin H1, retseptorlarni qitiqlaydi. Natijada demak odamning tanasida qichishlar terida rivojlanadi. Keyingisi klinka shishi. Klinka degan olim aniqlaganligi sababli klinikada shishi deyiladi. Biz hozir aytdik, histamin kapillarlarni qon tomirlarining o'tkazuvchanligini oshiradi.
Natijada qon tomiridagi o'tkazuvchanlik oshsa, demak qonning suyuq qismi to'qimaga chiqadi va ana shuning natijasida esa klinika shishlar boshlanadi. Keyingisi nafas tomonidan demak keyingi o'zgarishlar kelib chiqadi. Nafas sxemasida 40-60%. Bu birinchisi nima? Demak birinchisi bu stigma. Ikkinchisi demak bronxospazm. Biz bilamizki, demak gistamin silliq muskullarni demak to'raytiradi, spazm qiladi. Gistamin silliq muskullarni shuning uchun bronxlar demak to'rayadi, yo'lida to'rayadi. Undan tashqari gistamin shilliq bezaning sekretsiyasini oshiradi. Shilliq bezlar bronxlarning shilliq qavatida bor. Shuning uchun ular bronxda shilliq qavatidagi bezaning gipersekretsiyasi tufayli ham silliq muskullarning spazmi tufayli ikki tomonlama demak bronxlar spazm qiladi. Va bu o'z navbatida nafas yetishmovchiligiga olib keladi. Keyingisi yurak qon tomir sistemasida 45%. Demak gistamin kollapsga olib keladi. Kollaps nima degani? Kollaps degani o'tkir gipotoniya degani. Demak bosim pasayib ketadi. Ya'ni periferik tomirlarning kengayishi hisoblanadi. Periferik tomirlar kengaysa, periferik qarshilik kamayadi. Natijada bosim pasayadi. Demak tomirlar, qon tomirlari kengayishi bu qonning bosimining demak pasayishiga o'z navbatida esa kollapsga olib keladi. Undan tashqari demak taxikardiya boshlanadi. Ya'ni gistamin oshqozon ichak sistemasi tomonidan 35-40% o'zgarishlar kelib chiqadi. Ham oshqozon ichak sistemasida og'riq kelib chiqadi, ham qusishlar kelib chiqadi. Og'riq nima hisobdan kelib chiqadi? Gistamin demak shilliq bezlarning sekretsiyasini oshiradi. O'sha shilliq bezlar oshqozondan. Ulardan sekretsiya oshadi. Va o'z esa demak gistamin o'sha oshqozondagi nerv oqlarini qitiqlaydi va og'riq kelib chiqadi. Qusish esa ana shu demak peristaltik qisqarish natijasida shilliq bezlarning sekretsiyasini oshganligi sababli oshqozonda bo'lgan mahsulot bilan bemor qusadi yoki oshqozonda hech narsa bo'lmasa agar shira tushishi mumkin. Ana bu anafilaktik shokning demak klinik belgilari. Anafilaktik shokning biz og'irlik darajalarini bilishimiz kerak. Bu demak nima uchun kerak? Birinchi daraja demak bu yerda faqat teri belgilarda o'zgarish bo'ladi, xavotir bo'ladi. Ikkinchi darajada esa bu asosan qon bosimining o'zgarishi bilan bog'liq bo'ladi. Ikkinchi darajada. Uchinchi darajada bemorlar hushdan ketib, ularda demak qon bosimi 60 ga 40 bo'ladi. Va to'rtinchi darajada esa anafilaktik shokda klinik bo'ladi. Bu anafilaktik shokni biz darajalarini bilishimizning sababi shundan iboratki, biz o'shanga qarab bemorga birinchi demak yordam ko'rsatamiz. O'sha uchun men doim talabalarga aytamanki, siz ana shu uyingizda doimo shokka qarshi, hatto bu shart emas, tibbiy muassasalarga faqat. Bu har bitta xonadonda bilish kerak. Shokka qarshi demak muolajalar. Ularga nima kiradi masalan? Adrenalin kiradi, nima kiradi, dexametazon kiradi, prednizolon kiradi, analgin, dinerol, suprastin kiradi. Ularni albatta olib qo'yish kerak. Masalan, shunday nuqulay vaziyat bo'ladi, men o'zimning tajribamdan aytaman. Bizni qo'shnimizni bir qizil ari chiqdi. O'sha qo'shnimizning farzandiga qizil ariga allergiyasi bor edi. Natijada o'sha qiz endi u o'sha kunduzi ishlayotgani kechga borib uyga o'sha qizil ari chaqqan yoz mavsumida endi meni cho'kib kelib chaqirdi. Chunki shoshilib yordam topguncha ancha vaqt ketadi. O'shanga keyin men borsam, o'sha qizida kuy kechishi boshlangan, hamma joyi shishgan, qizarishlar bor, hiperemiya bor. Hamma joyda badanda qichishishlar bor, bronxospazm boshlangan. Ham bo'lsin pasaydi. Anafilaktik shokni klinik o'limga keltiradigan narsa bu bronxospazm bilan o'tkir gipotoniya. Shuning uchun ana shu to'rtinchilardagi klinik belgi demak ana shu bronxospazm bilan qon bosimining pasayishi o'z navbatida ana shunday demak o'limga olib kelishi mumkin klinika. Keyin shunday vaziyatda men nima qildim? Darhol oldimda o'sha bemorga dexametazon berdim. Bemor 5 minut o'tgandan keyin 5 minutdan keyin klinik belgilar sekinlashdi, 5 minutdan keyin asta-sekin klinik o'shandagi belgilar bir qismi yechildi. Qolgan qismlari u albatta 3 kundan keyin yechiladi. 2 kundan yechiladi. Har bir insonda organizmda individual. Chunki har bir inson allergiyaga nisbatan sezuvchanligi har xil. Men yana bitta narsani aytishim kerak talabalarimizga albatta, chunki allergiya hammadan kuzatilmaydi. Allergiya faqat insonda agar allergiyaga nisbatan sezuvchanlik o'ta kuchli bo'lsa, o'shanda kuzatiladi. Endi biz allergik reaksiyalarni o'rganishda biz albatta tekshirishimiz kerak. Anafilaksiyaning nimasi bu? Bu o'tkir boshlanishi. Birinchidan demak, anafilaksiya o'tkir boshlanadi. Terisda, shilliq qavatda juda demak o'sha shish tufayli toshmalar tufayli o'zgarishadi. Undan tashqari
nafas yetishmovchilik bo'ladi. Ikkinchi darajada allergen bilan kontaktda bo'lgan ikkita belgisi bo'ladi. Bunda demak teridagi belgilar bo'lishi mumkin yoki nafasdagi belgilar bo'lishi mumkin. Va albatta bu o'z navbatida demak oshqozon ichki traktda ham o'zgarishlar bo'ladi. Uchinchisi esa bu infeksiya, ya'ni bu allergen bilan demak qon bosimining pasayishi. Bu ham o'z navbatida xavfli hisoblanadi. Keyin biz albatta bularni demak allergik reaksiyaga, ya'ni anafilaktik shokka tushgan bemorlarni qanday demak ularga birinchi yordam ko'rsatish. Tez shoshilinch yordam mashinasi kelguncha biz ambulator sharoitda ularga birinchi yordam ko'rsatishni bilishimiz kerak. Hozir aytibmiz, bu yerda qon tomirlari kengayapti, qon bosimi pasayapti. Demak biz qon bosimini ko'tarishga qaratilgan ishimiz. Bizning yordamimiz shu. Bu uchun demak bemorni, yotgan bemorni demak oyog'ini ko'tarib, uni demak qo'ysakda pastiga oyoq venalar, biz bilamizki pastki oyoq venalar qonni yurakning demak o'ng bo'lmachasiga yuqori pastga ko'tarilib, aloyga kelib quyiladi. Agar biz oyoqni ko'tarsak, qonning umumiy miqdori ko'payadi va natijada qon kelib yurakka kelishi ham oshadi. Demak, birinchidan biz o'sha birinchi yordam qilishda birinchi qadamda biz o'sha ambulator sharoitda o'sha bemorni agar allergen masalan uni ovqat iste'molda qilgan bo'lsa, undan allergik reaksiya kelib chiqqan bo'lsa yoki bo'lmasa dori foydasidan allergik reaksiya kelib chiqqan bo'lsa, o'sha uni allergenni to'xtatishimiz kerak. Ya'ni o'sha olayotgan antibiotikni biz demak to'xtatishimiz kerak. Ikkinchi demak albatta unda demak tez shoshilinch yordam mashinasini chaqirishimiz kerak va uchinchi demak bemorni oyoqlarini yuqoriga qilib yotqizishimiz kerak. Ana shundan keyin biz bemorga demak yordam qilgan bo'lamiz. Demak, hozirgi kunda o'sha anafilaktik shokdan, ya'ni anafilaksiyadan chiqarishning eng yaxshi qulay usuli bu asosan demak mushak orasida yoki sonning old yo'l yuzasiga 0,1% da adrenalin ketmasini demak yuborish. Buni man ichishga haqqimiz yo'q. Adrenalin biz bilamizki qon tomirlarini toraytiradi, qon bosimini ko'tarib beradi. Agar biz kechiksak, bir daqiqaga kechiksak, bir necha soniyalarga kechiksak, bu asosan o'limga olib kelishi mumkin. Shuning uchun barcha demak tinglovchilar biling, har doim demak uyda shu dori vositalari bo'lishi kerak. Va siz o'shalarni demak bemorga qanday demak o'tkazishni bilishingiz kerak. Undan tashqari biz demak adrenalinni dozalash taktikasida yoshlarga qarab kattalarda qancha dozada, kichik bolalarda qancha dozada. Kattalarda demak maksimal 0,5 mg-gacha demak qilishimiz mumkin. 0,5 ml-gacha. Kichik bolalarda esa biz maksimal 0,3 ml-gacha qilishimiz mumkin. U kichik bolaning dozasi 0,1 dan boshlanadi. Agar samara bo'lmasa 5-10 daqiqadan keyin yana 5-15 minut daqiqadan keyin yana biz adrenalinni qilishimiz mumkin. Buni qanday tushunish mumkin? Masalan, katta odamda allergik reaksiya boshlangan, biz 0,3-0,5 ml bittasini demak yuboramiz. Agar natija ko'ramiz, 5-15 daqiqadan keyin hech qanday natija ko'rmasa, yana qaytib demak 0,5 ml yuborishimiz mumkin. Kichik bolalarda esa 0,1 ml-dan 0,3 ml-gacha qo'shishimiz mumkin. Endi bizlar ikkinchi qator terapiya qilganimizdan keyin albatta biz nimaga e'tibor berishimiz kerak? Ana hozir aytdik, demak antihistamik preparatlar. Chunki bu yerda anafilaktik shokni eng asosiy kalit so'z, ya'ni eng asosiy kulminatsion bu yerda hamma shu klinik rivojlanishga olib keluvchi modda bu gistamin. Qaysi ku esnatib bazaklardan ajraladi. Shuning uchun demak bizni qiladigan ishimiz antihistamin preparatlarni yuborish. İkincisi demek bularga kiradigan prednizolon, dexametazon, keyin albatta demak suyuqlik ichiga qo'shib borish. Masalan, biz buni mushak orasiga qo'shishimiz mumkin yoki natriy xlorga suyuqlikka qo'shib qo'yishimiz mumkin. Yana bitta narsani aytib ketishim kerak albatta, agar biz kasallarni qachon demak qon tahliliga yuborsak, shu qonda asosan ezofilar, bazaklar miqdori oshib ketadi. Keyingisi vena ichiga adrenalin yuboriladi, monitor nazorat ostida. Bu asosan bu vena ichiga yuborish, natriy xlorga qo'shib yuborish yurak aritmiyasining xavfiga olib kelishi mumkin. Lekin biz bu muolajalarni faqat statsionar sharoitda qilamiz. Ambulator sharoitda qilishga haqqimiz ham yo'q, mumkin ham emas. Chunki bu yurak aritmiyasini kuchaytirishga olib keladi. Undan tashqari demak biz monitoringda kuzatuvda ko'rishimizda demak puls bilan uning demak nafas olishining nimasini saturatsiyasini ko'ramiz va albatta qon bosimini demak nimasini ko'ramiz. Qon bosimining balandligini ko'ramiz. Qanday 24 soatdan keyin reanimatsiya kuzatuvdan keyin bu bifazik reaksiya xavfi kuzatiladi. Va biz ana shu xavfni
oldini olish sifatida demak bu muolajalar reanimatsiya qilinib, bemorlarni ham nafas saturatsiyasiga, ham qon bosimi, arterial qon bosimi, ham pulsini demak nazoratga olinadi. Endi biz profilaktika va shok to'plamini davolashda ana shunaqa demak hozirgi kunda bizda har bitta demak shoshilinch yordam kasalxonalarda, shoshilinch yordam mashinalarida va albatta hamma xususiy poliklinika, xususiy klinika, davlat poliklinikasi, statsionarda hamma joyda ana shunaqa shokka qarshi burchak bo'lishi kerak va burchakning ichida demak birinchi bo'ladigan narsa bu adrenalin 0.1%, prednizolonlar, dexametazon flakonlarda, natriy-xlor 0.9%, sistema va shpritslar, jgut hamda havo o'tkazgich. Albatta ana shular doimiy bizga bo'lishi kerak. Bu demak ana shu anafilaktik shokka tushgan bemorlarga ularni shokdan chiqarishning birinchi yordam yo'li. Xulosa qilib aytamizki, demak anafilaktik shokda demak birinchidan to'g'ri tashxis qo'yish kerak, ikkinchidan demak to'g'ri demak davomni olib borish kerak va uchinchidan keyin demak albatta biz to'g'ri tashxis qo'yib, to'g'ri davolab borsak, bemorlar hayotini saqlab qolgan bo'lamiz. Men yana bitta narsa aytishim kerak, men doimo chet el maqollarini o'qiyman. O'zbekistonda hozirgacha antibiotiklarga proba qo'yiladi. Lekin nemis demak olimlarning men maqolalarini o'qib kuzatgandan keyin Germaniyada antibiotiklarga umuman demak proba qo'yilmas ekan. U qo'yilmasligi sababi shundan iboratki, u yerda demak hamma poliklinikadan, statsionardan hamma joyda reanimator bor ekan, reanimatolog kabineti bor ekan, hatto intubatsion narkozgacha. Agar bemorda biror xil antibiotikdan reaksiya bo'lsa yoki boshqa dorilardan reaksiya bo'lsa, reanimatolog tez birinchi yordamni ko'rsatib bilar ekan. Shuning uchun hozirgi kunda ularga bemorlarga antibiotiklar demak proba qo'yiladi. Lekin bizlarda hozirgi kungacha biz antibiotik yuborishimizdan oldin albatta uni demak tekshirishimiz kerak. Shu kasalda demak antibiotikka allergik reaksiya bormi yo'qmi? Bu juda ham kerakli va zarur. Men o'zimni shaxsiy praktikamda necha marta ko'rganman kasalxonalarda kasallarni ana shu antibiotikni demak probasini yuborgandan keyin aytadi kasal yaqinda bir hafta bo'ldi, ko'p bo'lmabdi olganimga bemalol qiling, menda hech qanday allergik reaksiya yo'q deb aytganda shu kasalga yuborgandan keyin antibiotiklar unda allergik reaksiya paydo bo'lgani sababli u anafilaktik shokka tushib o'lim bilan tugagan holatlarni men o'zim shaxsiy ko'rib bildim. Hurmatli tinglovchilar, albatta har bir muolaja qilingandan keyin qanaqa antibiotik bo'lsa, masalan biz seftraksionni proba qilamiz, teri ostiga, lekin tomir ichiga quyiladigan antibiotiklar ham bor. Ularni qo'yishdan oldin kam miqdorda sekin vaqt oralig'ida qo'yishimiz kerak. Ana shundan keyin biladi bemorda bormi yo'qmi reaksiya, allergik reaksiya borligi yoki o'shanga bitta sezuvchanlik borligi aniqlanadi. Albatta bu juda ham inson hayoti uchun juda muhim. İnson hayotiga xavf soladigan a'zolar bor. O'sha demak shok a'zolar, ana shu shok a'zolarga bular demak o'z ta'sirini ko'rsatadi va kasallar demak tez o'lib ketishi mumkin, letal tugashi mumkin. Ana shu uchun demak biz ularni to'g'ri tushungan holda, mexanizm, klinik belgilarni to'g'ri tushungan holda biz to'g'ri davo olib borsak, to'g'ri taktika olib borsak, to'g'ri bemorga tashxis qo'ysak, vaqtiga yordam qilib bersak, bu o'sha kasalni hayotini saqlagan bo'lamiz. Hurmatli tinglovchilar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Buxoro davlat tibbiyot instituti patologik fiziologiya va patologik anatomiya kafedrasi tibbiyot fanlari doktori, dotsent Abdullayeva Mustafa Ahmad.